Bizda achki sotib oldik. 700 rupiy degan joylarda. Necha pulga oldik? 250. 250 bilishinglar uchun 35 ming so'm atrofida bizning pulda. Degan akamiz rosa harakat qildilar. Nima qilsalar ham shu pulni olishlari kerak. Mana bu hammasi yuk. Mana. Mana bu yuk. Mana bu hammasi yuk. Qorni katta deb o'ylamanglar. Yuklar shunaqa qilib yuribdilar. Gap so'z bo'lishi mumkin. Sen. Voy, no, menga kerak emas aka. Achkim bor meni. Thank you. Yaxshilikda to'xtang. Mana bu qo'ldagi narsani qaranglar. Nima bu? Mana bu yechilmas ekan. No? Gold? Ha, this gold? No. No gold. No. Qo'rqib ketdilar aka. Thank you. Mashina ustaxonasiga keldik. Buni qaranglar to'g'rilashlar. Bizda ham xuddi shunaqa qilib chiqarishadimi? Hozir akamiz deyaptilar, bizda ham xuddi shunaqa qilishadi deyaptilar. Mana mashinalarni hammasini remont qilib chiroyli qilyaptilar. Lekin men bunga lekin qotdim. Haqiqatan ham shunaqa qilishadi buni. Lekin tekis bo'lyapti, e'tibor beringlar. Oyil aka, xalqlar ekan, rostdan mehnatkash-a? Rostdan mehnatkash, hozir. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Qiziq bo'lyaptimi sayohatimiz? Yoqayaptimi videolar sizlarga? Odam ko'rib to'y deb keldik, lekin bu yoqda bitta odam o'lgan ekan. Mana bu yoqda narsalar turibdi. Bas to'y emas ekan. Ertaga yondirishdan bir kun oldin oilalari shunaqa qilib ovqatlar tarqatishar ekan. Bunaqa. Keyin ertaga oborib uni kuydirishadi. Bu odam bir to'y bo'layaptimi deb kelib bizda. Xullas, Hindiston hayotidan yana bir lavha. Videolar yoqayotgan bo'lsa, bitta podpisatsiya qilib qo'yasizlar. Thank you my friend. Zo'rg'a videoga oldim. Kirgizib chiqadi boya ichkariga. Zehlidagi jome masjidga keldik. Kattaligini qaranglar. Lekin Murod akamni hech qo'yishmayapti. Bittasiga berasiz 50 ta chopib keladi oldingizga. Ammo bermanglar, bersalanglar. Bergandan keyin mazzaga yurasiz keyin. Masjidni qaranglar. O'zi ham bir paytlar qurilib qolgan ekanda, lekin ichkariga shunday kirib olaylik-da. Xullas, rosa chiroyli masjid ekan. Ichkaridan to'laqonli arzor qilib beramiz sizlarga shuni. Ko'p emas shu. 5000 ta like yig'sa, polni ko'rsatib beraman shu masjidni. Ichki taraflari bilan. Xullas, Hindiston to'yini ham ko'rdik. Yoqdimi sizga? Azasini ham ko'rdik, to'yini ham ko'rdik, zo'r. Lekin zo'r o'ynadilar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz bozorga keldik va bu joy musulmonlarning bozori ekan. Qaranglar, mana oshlar ham bor ekan. Bu bozor mana shu jami masjidni oldida joylashgan. Mana shu qadar polni musulmonlar. Palovlarni qaranglar qanaqa. Xullas, videolarimiz qiziqarli va sizga yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like. Hindistonda musulmonlarning ko'chasiga keldik. Before mutton. Chicken. Voy. Mol go'shti ekanman bu hammasi. Bu chicken. Chicken. Ha, chicken. Bu jigar ha menimcha. Bu jigar menimcha. Buni qaranglar. Ha, shashliklar qilib pishirishyapti. Bundan tashqari oshlar ham bor ekan. How much? 100 ekan. Bizani pulga 105
550. 150 bir donasi. Ha. 150. Hay, o'shanda ham 20 ming so'm bo'lyapti. Buni qaranglar. Narxlar juda arzon. Xullas, videolar yoqayotgan bo'lsa, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Dalshi ko'rsatishga ketdik. Yana qanaqadir ovqat. Agamiz mana. Bu shirinlik menimcha. Ha, shirinlik desam piyoz ham qo'shdilar lekin. Qo'yil lekin. Yeb ko'rarmidinglar? Piyoda mana bunaqa kokteyllar sotyaptilar. Bu sut, milk. Kokteyl ekan. Ha, shunaqa gaplar. Hindiston musulmonlar mahallasi. Ko'pchilik so'radi. Mana sizlarga o'sha mahalla, mana sizlarga o'sha bozor, mana sizlarga o'sha musulmon insonlar. Osh sotishyapti. Qiziqmi? Shaxsan men maza qilyapman bu yoqda yurib. Ha. Kalyanlar sotishyapti. How much? 70 rupees. 70 rupees. Good. Bizani pulda 10 ming so'm ekan. O'sha bitta tarelkasi. Mana. Qo'yil. Videolar qiziqarli bo'lyaptimi? Yana dalshi ko'rsataymi musulmonlar mahallasini yoki qiziq emasmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Hindiston musulmonlar mahallasidagi musulmonlar bozori. Qaranglar, mol go'shti. Beef mutton. Beef? Ha, buffalo. Tushunmadim nimaligini yozib yuborasizlar kommentariyada. Mana. O'zbekiston. Buni qaranglar. Rosa qiziq bo'lyapti videolar lekin. Ana akalarimiz yeyishyapti. Good. Ana. Hayot qizg'in. Ular hamalari musulmon. Mana. Ayollarni ham qaranglar. Qoyilmisizlar? Videolar yoqayaptimi? Yozib yuboringlar. Hozir Toj Mahalga borayotganimizda yo'ldan mana shunaqa bir odamlarni uchratib qoldik. Bular ko'chada mana shu uylari shunaqa sharoitlarda yashab kelishyapti. Hashamatli oshxona, 3 etajli uy, erlardan kim narsalar so'rash yo'q. Mana erlari bir xil turishibdi. Hello my friend. O'zi boylarning hayotini ko'rsatamiz deb keluvdik. Lekin oldimizdan mana shu narsalar chiqib kelaveryapti. Sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Kommentariyada o'zingiz ham yozing. Mana go'dakka qaranglar o'tirishini. Mana hayot. Mana shu palatkalar hammasi uy. Mana uy ichini qaranglar qanaqa. Shukr qilib yashab yurishibdi-da, mana shu ayollar. Ko'z tegmasin, jannat makon yurtda O'zbekistonimizda yashaymiz. Shukr qilishimiz kerak. Buni qaranglar. Mana bu yoqda ovqat pishirishadi. Mana shu oshxona. Shunaqa gaplar.